Hamma erkaklar yonida yumshoq tabiat, mehribon ayoli bo'lishni xohlaydi va shunaqa qilishga harakat qiladi. Lekin ayolni bunaqa qilish kerak emas. U o'zi mehribon va yumshoq tabiat bo'ladi qachonki erkak unga vaqt ajratsa, u bilan gaplashsa, uni eshitsa, ishdan kelib telefonda o'tirmasdan onasi bugun kuning qalay o'tdi desa, biror joylarga birgalashib olib borsa, uni eshitsa, uni tanqid qilishni o'rniga yaxshi gaplar aytsa, ayol o'zini sevimli, kerakli his qilsa, ko'ngli to'lib yashasa, u o'z-o'zidan yumshoq va mehribon bo'ladi. Buni siri juda ham oddiy. Erkak munosabatini o'zgartirsa, ayolniki o'z-o'zidan o'zgaradi. Ayollar o'zi ko'nuvchan bo'ladi. Azizlarim, yanada ko'proq, kengroq ma'lumot olish uchun Telegram kanalimga obuna bo'ling. Shapka profilga havola qo'yib qo'ydim.